Sen beni tushundingmi? Iltimos endi ket. Ha, men seni tushundim. Xavotir olmasang ham bo'ladi. Albatta qutqaraman. Xavotir olma. Короче, hozir barchaga salom. Короче, hozir tashqariga chiqib qolay, keyin salomlashamiz. Hozir va короче, hozir qishloqqa hamma yer juda ham anga bo'lib ketgan. Короче, hamma yer qurg'oqchilik, ovqat yo'q, hech narsa yo'q. Endi bizda yagona qolgan narsa olma va 5 ta non. Biz qishloqni esa judayam qorni ochgan va biz qanaqadir shaxtaga borishim kerak men bola bilmadim. Aytgancha salomlashmabman. Barchaga salom. Sizlar men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar bolalar. Qaranglar mana bu narsalar. Hamma yer уже yo'q bo'lib ketgan. Уже biz ocharchilikdan ko'p odamlar, ko'p qishloqlar o'lib ketdi. Faqat ikkalamiz qoldik, afsuski. Afsuski. Biz juda ham ikkovimiz qolganimiz uchun men hozir yo'lga otlanishim kerak. Lekin men hozir qayerdaligini ham bilmayman shaxtani. Hozir esa lekin men yordam bermasam ham bo'lmaydi qishloqda. O'zim kimni qutqarish kerakligini ham bilmayman. Men o'zim ham hayronman, nimaga borishim kerak. Uncham tushunmadim, lekin mayli, nima bo'lsa ham. Men hozir bu yerda o'zimning bu yoqqa ko'p yadroviy bombalar tushgan. Mana bu sunduq ochilmayapti. Qaranglar, qaranglar. Kartoshka va sabzi. Ure bola. Buni pishirishim kerak. Qanday pishiraman? Menda даже pishiradigan narsa ham yo'q. Даже tarelka bironta narsa yo'q. Bularni ochib bo'lmayapti. Buni ichini уже tozalab o'tganman. Nima qilaman endi? Mayli. Afsus, mayli endi. Bola, biz hozir yer juda ham nochor turibdi. Hamma yoqqa bombalar, shunaqa narsalar tushgan. Даже bunkinim ham chidolmay qoldi, afsus. Mayli, lekin zot o'zim tirikman. Qishloqqa menga iltimos batafsil tushuntirib berishni, nima qilishim kerak? Короче, uying bor, shu uyingdan o'sha yoqqa borasan, uying oldiga to'g'ri ketasan o'sha uying oldidan. Bo'ldi, tushundim. Bola, sen dam olaver, bemalol. Men tezda ovqat olib kelaman, albatta. Bola, hozir menga aytdi. Mana bu o'zimning uyim. Aytgancha kirka ham olib borish kerak. Kirka bo'lmasa, menimcha обязательно kirka ham kerak bo'ladi. Sandig'imizdan kirka bor edi. Bo'ldi. Endi esa ketsak bo'ladi. Hamma narsa tayyor. Xo'sh, men o'zimning uyimdan aytdiki, qishloq o'zimning uyimdan to'g'riga ketaverishim kerak edi. Qaysi to'g'ri endi? Menimcha ana u yer degandir menimcha. Menimcha shu yer. Ketdik bo'lmasam to'g'riga qarab. Xo'sh. Qani qayerda shaxta ekan? Juda ham qiziq. Qayerda bo'lishi mumkin o'sha shaxta ekan? Menimcha shu to'g'ri joydan ketyapman. Qaranglar, hamma yer juda, hamma yerda bulutlar cho'chilib yotibdi tepalarda. Juda ham g'alati. Juda ham katta, meteorit tushgandan beri hamma yer juda ham qattiq portlab ketgan. Lekin u katta meteorit qayerdaligini o'zim ham bilmayman. Lekin bizning yaqinimizga tushganini bilaman. Mana bola, mana bu yerga tushgan ekan, qaranglar. Hamma yer yo-moyo. Yo'q, mana ekan. Bizning qishlog'imizga oldiga tushgan ekanda. Bola, juda katta. Bola, mana dunyoni yo'qotgan. Juda ham katta meteorit. Yaxshiyam faqat biz qishloqni ikkovimiz tirik qolamiz. Yo-moyo. Yomg'ir ham yog'ardi shunaqa paytda. Endi qanday tushsam bo'ladi endi bu pastga? Menimcha pastga qanday tushaman? O'zi pastga nimaga tushishim kerak? Bilmadim o'zi. Shaxta qayerda o'zi? Shaxta shu yerda bo'lishi kerak menimcha, adashmasam. Shaxta qayerda ekan? Juda ham qiziq, juda ham qaranglar, juda ham g'alati. Qanaqadir gullar mana bu yerda va juda ham g'alati. Sho'rmanglar. Bu yerda nima yo'rib turibdi? Nima? Ana u yerda bir narsa bor. Qaranglar bola, ana u yerda bir narsa bor. Borib ko'rish kerak. Borib ko'rishim kerak. Tushishim kerak. Bir narsa qilib bo'lsam tushishim kerak. Sekinroq tushishim kerak. Yo-moyo, sekingina tushamiz. Sekin qazib tushish kerak. Sekin, faqat qattiq emas. Sekingina tushamiz.
Hop, hop. Yo'q, yo'q, yo'q. Sekin, sekin, sekin. Sekin, sekin, sekin. Yo'q! Oh, oh, oy boshim, ay putim, nima bo'ldi menga? Oh, ay putim og'riyapti-yu. Juda ham qattiq tushdim o'ziyam. Ay. Oh, menimcha nima bo'ldi o'zi menga? Universitetdan yiqilib tushdimmi sekin? Aptechkani sekingina putimni baylab olishim kerak. Baylab oldim endi. Sal og'irroq qoladi menimcha. Boshimni ham sal baylab olishim kerak. Menimcha boshim ham chayqalyapti yomon, boshim og'riyapti. Uh, Men hozirroq kerak narsalarni olib olmasam bo'lmaydi. Tezroq ketishim kerak men bu yerdan. Bola tezroq bo'lishim kerak. Ketga. Xo'sh, mana buni. Bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mm. Yo'-mayo, hamma yer qon. Mana o'sha ko'rgan joyim. Lekin qaranglar bola. Juda ham qo'rqinchli. Mana yerda bunaqa znak turibdi. Demak, bu yerga kirib bo'lmaydi. Bu yerga kirmasdan qaytib olsammikin? Yo'q, men ovqat qidirgani kelganman. Ovqat qidirgani kelganman. Уже qorong'u ham tushyapti. Nima qilsam bo'ladi? Mayli, kirishim kerak, bo'lmasam bo'lmaydi. Men albatta qishloqqa va'da berganman. Men qishloqni qutqarishim kerak. Qishloqni juda ham qorni ochgan. Sekingina o'tib olamiz. Oppa, bo'ldi. Let's go bola. Juda ham oson bo'lyapti menimcha hozircha. Tezroq sekingina o'tib olishimiz kerak. Sekinlikman. Sekin, sekin. Qarashchi, mana bu yerga eplab-seplab kirib oldim. Juda ham g'alati tunnellar, juda ham g'alati. Juda ham qo'rqinchli. Bu yerlardan qanday chiqsam bo'ladi? Nimadir topishim kerak. Xatar bola menga qishloq aytgandi, bu yerda ovqat juda ham ko'p. Ovqat ombori shu yerda bor deyishgandi. Ya'ni qishloq aytgandi. Qani ko'ramiz, bormikin, yo'qmikin? Ko'rishimiz kerak. Xo'sh, qidiramiz. Xo'sh. Men juda ham qo'rqyapman. Mayli. Qo'rquvni bosib sekingina o'tishimiz kerak. Sekin yurishni boshlaymiz. Xo'sh. Yo'qolaring. Mana bu yerda ikkita yo'l bor ekan. Bu yerdan yurganimiz yaxshi. Menimcha bu yerda sandiq bor ekan. Sekinlikman ishtiyoq bo'lib borishimiz kerak bola. Men juda ham qo'rqyapman. Mana bu sandiqlar. Qani sandiqlarda nimadir bormi? Yo'q, cho'rt. Hech narsa yo'q. Ovqat bo'lar, ovqat. Va nihoyat. Shuncha ovqat. Mazza yana bitta ichib olaman. Mazza. Balki yana bitta ichib olarman. Mayli. Juda ham mazza. Bo'ldi. Juda ham mazza. Men buni hammasini yeb olmashim kerak, lekin yana bitta iltimos, boshqa yerlarda yo'qmi? Yo'q. Hammasini olib olishim kerak. Yo'q. Yana bitta ichib olsammigina? Bola, yo'q, boshqa ichmayman. Boshqalarni ham qidirib ko'raylikchi. Yo'q, boshqalarda axir qishloqqa ham qolish kerak, hammasini yeb qo'ymashim kerak. Lekin boshqa yerlarda yo'q. Faqat shular qolibdi. Boshqalarini boshqa odamlar olib ketishibdi, afsuski. Afsus. Qayerdadir yana nimadir bo'lishi kerak. Bu ovqat yetmaydi menimcha. Yoki bironta yana balki qutqarib qolgani. Aytgancha men bitta odamni qutqarishim kerak edi. U odam endi qayerda? Shahrida edi menimcha. Qishloqqa aytgan edi. Xo'sh, qayerda bo'lishi mumkin? Bu yerda yaramaslar. Mana bular yomon. Yo'-mayo. Bu nima bo'ldi? Yo'q. Bo'ldi bu. Radiatsiya beradigan. Bola, tushundim. Bu nimaligini tushundim. Yo'q. Hozir qaytishimiz kerak. Men hozir bir narsa bo'lishi mumkin. Hozir qaytishim kerak. Men hozir uyimga qaytishim kerak. Sekingina qishlog'imizga qaytishimiz kerak. Bo'lmasam bu nimaligini men bilaman. Bu radiatsiya tarqatadigan, ya'ni odamlarni o'ldiradigan narsa tarqatadi. Men bu yerda menimcha ko'p yashay olmashim mumkin. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilay? Nima qilsam bo'ladi? Lekin ana u yerda sandiq bor ekan. Sandiqni olmasak bo'lmaydi. Yo'q, sandiqning ichida nima bor? Balki kiramiz, nima bo'lsa bo'ldi. Bu sandiqda hech narsa yo'q. Qaranglar bo'ldi. Yo'q, ana u yerda qizil narsa yonib turibdi. Yo'q,
Yo'q, o'zi qayerdan olib kirdim, tezroq chiqib ketishim kerak. Tezroq chiqib ketay. Bu yer juda ham xavfli. Tezroq ketish kerak. Bu yerdan nima qilib bo'lsa ham ketishim kerak. Lekin bular judayam og'irlik qilyapti. Ovqat judayam og'ir ham. Judayam ovqat og'ir. Yarmini tashlab ketishim kerak. Bironta ozginasini tashlab ketishim kerak. Menimcha morkovkani hammasini tashlab yuborsam yo'q. Menimcha mana bittasi qolsa yetadi menimcha. Ha. Mana ikkitasi qolsa yetadi menimcha. Yarmini tashlab yuborsak yetadi. Non kerak emas. Suvdan ham tashlab yuborsak ham bo'laveradi. Mana buni ham bo'ldi. Ana endi ancha yengillashib qoldi. Endi esa ketib qolsak ham bo'ladi. Ancha yengillashib qoldim. Bo'ldi. Lekin biz hozir shu yerda xayrlashmasak bo'lmaydi. Sizlar men Kompot bo'ldim. Keyingi videomizda ko'rishguncha hammaga xayr bo'lar. Bo'ldi. Rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Tezroq, videoni ham oxirigacha ko'rgancha rahmat.